daraxt bor. O'sha daraxt ekilganidan keyin 5 yil davomida hatto iltizam chiqarmaydi, umuman ko'rinmaydi. Lekin 5 yildan keyin 6 haftaning ichida, 1,5 oy ichida 30 metrdan baland o'sadi. Bilasizmi? 5 yilda u tayyorlanadi shunaqa tezlikda o'sib ketishga. Siz ham kichkina o'zingiz haqingizdagi o'y-hayollaringiz, fikrlaringiz hayotingizga ta'sir qiladi. 5 yil, 10 yildan keyin o'sha hayotda yashab qolasiz. Men xunuvman, men omadsizman, menda hech nima o'xshamayapti, menda u bo'lyapti, bu bo'lyapti deb faqat yomon narsalar haqida o'ylayapsiz, gapiryapsizmi? 5 yildan keyin yanada yomon hayotda o'zingizni tasavvur qilavering. Menda hammasi yaxshi bo'lyapti. Menda hammasi borgan sari yaxshi narsalar hayotimga kirib kelyapti. Borgan sari menda hammasi zo'r, menda yaxshi deb, uning uchun nima qilaman deb tanangizga, o'zingizga yordam beradigan bo'lsangiz, 5 yildan keyin sizni xuddi shu hayot kutyapti. Kichkina o'y-hayollaringizni to'g'rilashdan, kichkina harakatlaringizni to'g'rilashdan, hayotingizda odatlarni va yaxshi o'y-hayollarni hayotingizda shakllantiring va o'sha daraxtning nomini biladigan izoh yozib keting va faqat yomon xayollarni o'ylaydigan, hayotida yomon vaziyatlar ko'p bo'layotgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.